har bir insonning o'ziga yarasha orzulari bor. Har bir insonning oldiga qo'ygan maqsadi bor. Bizdan orzular xaritasini so'ragan o'quvchilarimiz uchun qarang. Orzular xaritasini yaratish, ya'ni orzularimizni yaratamiz. Orzularimizni biz o'zimizga jalb qilamiz. Orzular xaritasini shunchaki yaratib qo'yib emas, orzular xaritasini yaratganimizdan keyin buni har biri uchun harakat qilib, o'rnimizdan turib harakat qilib izlanamiz. Ana o'shanda biriga bir bu amalda oshadi. Va qarang, bu yangi metodika. Ko'rasizmi? Yangi metodika orzular xaritasi. Ikkinchisi, super. Buni qanaqa qilib qilishlikni aytaman. Orzular xaritasi va neyrografika. Orzular xaritasi va neyrografika. Bu qanaqa qilinadi? Buni ortiga yozib, yozma ravishda bajariladi. Orzular xaritasi va neyrografika. Neyro miya, grafika miyamdagi o'y fikrlarni yechaman degan ma'noni bildiradi. Buni unutmang. O'zingizni ustingizda ishlamoqchimisiz? Harakat qiling. Alloh siz bilan birga ekanligini unutmang. Harakat qiling, pastdagi nomerlarga xabar yozing, o'z joyingizni band qiling va sizlar bilan biz maza qilib orzular xaritasini neyrografika asosida va neyrografika ortiga chizilgan holatidagi super yangiliklarini o'rgatamiz. Xudo xohlasa. Sizlar bilan Hidoyat Dilmurodova bo'ldi. Salomat bo'ling.